Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hormayli aka-ukalar, opa-singillar, xonadonlar tinchmi, oila xotirjammi? Sizlar bilan yana men taksi polvon, ya'ni Murod Rashidovich. Xullas, o'zimni xursandchiligimni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Aka-ukalar, opa-singillar, men o'z Cobalt'imni sotdim va xuddi ko'rib turganinglardek, mana shu mashinani oldim. Bu mashinaning nomi Velite Buyuk 6, ya'ni Velite 6 Buyuk. Ko'rganinglarda hozir zaryadkada o'tiribman. To'liq hop elektro mashinasi. Xudo xolasa. Nega aynan mana shu mashinani oldingiz deb so'raganlar, men o'z videolarim orasida bor, ya'ni video shortslarning orasida bor. O'zimning qadrdonim, ya'ni Instagramda taksini jinnisi Abduqodir bilan birga o'tirib olganmiz. Aynan mana shu mashinada o'shanda ham aytganman. Nasib hammaga nasib qilsin shunaqa mashinalar deganman. Mana hozirgi paytda o'zim ham xuddi shu mashinaning ichida o'tiribman. Bu to'liq elektro mashinasi. Bitta zaryadi, agar pechkani yoqmasanglar, plavni haydasanglar 350 kilometrga yetib beryapti to'liq zaryadi. Agar pechka bilan haydab va plavni haydamay, gazini bosib haydalsa 200 ta 250 taga yetib beryapti, xudo xolasa. Aka-ukalar, men bu mashinani nimaga tanladim? Tanlash imkoniyatim bor edi, ya'ni Honda olsam ham bo'lardi va boshqa mashina olsam ham bo'lardi. Lekin men mana shu mashinaga taqalganim, bundan ikkita bosib yubordi. Xudo xolasa, bittasi ukamga, bittasi o'zimga. Bu mashinadan ikkita oldim. Xudo xolasa, buyursin, yaxshiligiga haydang, tegidan shamol o'tsin deganlar kommentariyada kutib qolaman. Instagramda ham bu haqida video qo'ygan edim. Instagramda ham bang'illab ketdi. Iliq o'zligisini tabriklarini juda ko'p yuborishdi. Xo'p, bu mashina tariflar, qanaqa tariflarga o'tadi deganlar uchun bu mashina Comfort Plus Yandexda hamda elektro tariflariga o'tadi va My Taxi'da Comfort Pro hamda Eco tarifiga o'tadi. Xullas, ish yomon emas. Bir kechki payt ishlab ko'rdim. Hozirgi paytda kunduziga ishga o'tganman. Yomon emas. Ish yaxshi. Comfort Plus tarifida hamda elektro tarifida fastini zakazi faqat sal ko'proq ekan, tanlab olinsa bo'ldi. Xullas, aka-ukalar, juda ham yaxshi mashina, skarasnoy, xullas ko'p aytibordimi? Shu to'g'risida ham kommentariyada yozishadi. 6 sekundda 100 ga chiqar ekan. Juda ham chaqqon, juda ham tez mashina. Endi bizani davlatga bunaqa tez mashina bo'lmaydi deydiganlar ham chiqadi. Lekin chaqqonligi borasida menga juda ham yoqdi. Ayniqsa, hop, manevr qilayotganda juda ham as qotyapti. Cobalt'dan ancha yaxshiroq. Va yana bir narsani aytib o'tishim kerakki, bu ham JM mashinasi. Ya'ni Amerikaning mashinasi, faqat Xitoyda zborka bo'lgan va Cobalt'da ходовой zapchastlari tushadi deb aytishdi. Bitta minusi bor ekan. Minusi hozir aytib o'taman. Minusi hamma narsasi xitoychada ekan. Ko'rib turganinglardek, bu tablosi ham, hop, bu monitori ham hammasi xitoychada. Hop, mana bu narsani Cobalt'chilar yaxshi bilsa kerak. Nimani eslatyapti? Bu Cobalt'da gap. Ya'ni Cobalt'da qanday tursa, faralarni o'chirib yoqish, xuddi shunaqa knopka xuddi shu joyda turibdi. Xullas, shunaqa aka-ukalar. Hop, birinchi mashina, ya'ni o'zimning mashinamda panorama lyuki, ikkinchi mashinada panorama lyuki yo'q. Narxiga qiziqayotganlar, men yurilgan mashina oldim. O'zimning mashinam 40 ming yurganini oldim va ukam uchun olingan mashina 5000 kilometr yurilgan xolos. Ikkalasining summasi 16 mingdan 32 mingga aylandi xullas. Xullas, shunaqa gaplar aka-ukalar. Keyin men vibr qilishda juda ham o'yladim. Ya'ni vibrni ancha qildim. Y2 olaymi yoki bu mashinani olaymi deb. Y2 Spark'dan sal uzunasiga uzunroq va bo'yiga sal balandroq mashina, lekin Spark'ga ichki jihatdan hajmi bir xil. Va bu buyuk mashinasi juda ham keng. Mijozlarga ham yoqyapti, o'zimga ham yoqyapti.
kengligi, qulayligi ancha yaxshi. Xullas shunaqa gaplar, ukalar, tanijoninlar sog' bo'lsin. O'zimni xursandchiligim bilan sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'ldim. Joninglar sog' bo'lsin, kuzatishda davom etinglar. Bu mashinada ham xudo xolasa chiroyli videoroliklar qilamiz.